Shitovoy, umni dommi shitovoy qanaqa ko'rinadi o'rtoqlar, qaranglar. Avtomatlar qilganmiz. Bu avtomatlarni boshqaradigan narsa mana bu Laksonni priborlari. Bu anu kompyuterga o'xshagan narsa. Mana shu hammasi datchiklarga bog'langan, nimalarga bog'langan. Butun uyni boshqaruvi mana shu orqali o'tadi. Mana mashina shitda yig'ish uchun biz ancha injenerlarni o'qitganmiz. Xo'p, alohida kelgan mana akkumulyatorlari boy aytgan akkumulyatorimiz, uyni anaqasi svet o'chganda to'q bilan ta'minlab turadigan akkumulyatorlar, quyosh panelidan tushayotgan invertorlar, bu uyni serveri. Ha, uyni ham serveri bor. Nimaga? Chunki umnidomga o'zi server kerak. Mana shu uyda bo'layotgan hamma jarayonlarni mana shu o'ziga yozib turadi. Ya'ni uyni o'sha kompyuter deymiz ham bo'ldi. Asosiy masala shitovoyda shu. Ketdik. Katyolimiz. 3 ta katyol qo'yganmiz. Bittasi vспомогательный. Buni katyollar hammasi shu umnidomga ulangan, tepadagi tomdagi meteostansiyaga ulangan. Meteostansiyada havo yomonlashib boshlasa, katyollar virillab tezroq ishlashni boshlaydi. Ya'ni bu umnidom shunaqa narsaki, uyni ichida harorat tushishini kutmaydi. Meteostansiyada berdimi, reski 15 gradusga tashlab yubordimi, bo'ldi, katyollarga bo'yilib ketdi, tezroq ishlading. Uyga o'sha 23 gradus berganmi, egasi 23 gradusda ushlab turish kerak.